Assalomu alaykum. Dasturlarimiz davom etadi. Yurtimizda Yashil makon loyihasi doirasidagi tadbirlar yildan yilga keng ko'lam va uyushqoqlik bilan davom etmoqda. Joriy yil davlat dasturida ham Yashil makon umummilliy loyihasi va Mening bog'im loyihasi doirasida 200 million tub daraxt hamda butalar ekilishi ko'zda tutilgan. Bu jarayonda shubhasiz hududlarga sifatli daraxt ko'chatlari yetkazib berish, iqlim sharoitlariga qarab joylashtirish, ularning parvarishi kabi choralar muhim vazifalardan hisoblanadi. Ayni mavzuda suhbatlashish uchun soha mutaxassislarini taklif etganmiz, ular bilan tanishtirib o'taman. O'rmon xo'jaligi agentligi bosh mutaxassisi Hojimurod Tolipov hamda O'simliklar karantini va himoyasi agentligi boshqarma boshlig'i Shuhrat Qo'chqorov. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Albatta, Yashil makon umummilliy loyihasining yangi mavsumiga start berilishidan oldin, dasta avval biz oldingi yilda, ya'ni 2024-yilda mazkur loyiha doirasida amalga oshirilgan ishlarga bir e'tibor qaratsak, Hojimurod aka, marhamat, o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha ma'lumotlarni taqdim etsangiz. Yashil makon loyihasi respublikamiz uchun juda muhim vazifa. Chunki bizning mintaqamiz kam o'rmonli, yashillik darajasi past bo'lgan hududlardan hisoblanadi. Shuning uchun ham 2021-yildan boshlab mamlakatimizda Yashil makon umummilliy loyihasi amalga oshirila boshlandi. Bu tadbirda mulk shaklidan qat'iy nazar barcha hamma ishtirok etadi. Barcha tashkilotlar, vazirliklar, idoralar, mahallalar hamma faol ishtirok etadi. Mana 2024-yil yakuni bo'yicha respublika bo'yicha 200 milliondan ortiq har xil turdagi daraxt butalarining ko'chatlari ekildi. Hozirgi kunda parvarishlanmoqda. Endi bu ko'chatlarni ekishi ilgarigi ko'chat ekish oyliklaridan farqi shundaki, birinchidan biz asosiy e'tiborni mahalliy ko'chatlarga qaratdik. Chunki ilgarigi paytlarda asosan ko'plab chetdan ko'chatlar keltirilardi va u ko'p hollarda bizda yaxshi samara bermasdi. Sababi ular ko'proq Shimoliy yarim shardagi davlatlardan, Yevropadan keltirilardi, ayniqsa Belgiya, shunga o'xshagan davlatlardan va ko'plab shaharlarimizda ekildi, aksariyati qurib ketdi. Chunki ular mahalliy iqlim sharoitiga moslashmagan. Endi shuning uchun ham mana keyingi 2-3 yil davomida biz asosiy e'tiborni mahalliy sharoitga moslashgan o'sha qaysi hududda qaysi ko'chatlar ko'p tarqalgan bo'lsa, mana shulardan kelib chiqib aynan shu ko'chatlarni ekishga jiddiy e'tibor qaratildi. Mana masalan, misol qilib aytishim mumkin, sada qayrag'och. Mana shu Yevropadan keltirilgan har qanday ko'chatdan ko'ra o'zini tashqi ko'rinishi bilan juda chiroyli ko'chat va eng e'tiborlisi u qurg'oqchilikka chidamli, sho'rlanishga chidamli. Bir paytlar ota-bobolarimiz aynan mana shuni ko'plab ekilgan. Ayniqsa Buxoro, Navoiy, Xorazm viloyatlarida, Qoraqalpog'iston Respublikasida juda ko'p ekilgan va o'rtada qandaydir bir sabablarga ko'ra uni ekish hajmi kamayib ketgan edi. Endilikda o'rmon xo'jaliklari aynan mana shuni ko'chatini ko'paytirish bo'yicha katta ishlarni olib borishmoqda. Xususan mana Buxoro viloyatida G'ijduvon o'rmon xo'jaligi, Shofirkon o'rmon xo'jaliklari mana shu sada qayrag'ochni, oddiy qayrag'ochni o'stirib, unga payvandlab ko'chatlarni yetishtirib, hozir butun o'sha ko'kalamzorlashtirish obyektlariga yetkazib bermoqda. Aynan mana shu ishlar hozir Navoiy va Xorazm, To'rtko'l o'rmon xo'jaliklarida tashkil etilgan. Bu bilan biz mamlakatimizga aynan bitta ko'chat misol keltirdim, lekin o'rmon xo'jaliklarida hozirgi kunda 70 dan ortiq har xil turdagi daraxt ko'chatlar yetishtirilmoqda. Bundan tashqari mana bu yildan biz ko'proq intensiv ko'chat yetishtirishga va ko'chat yetishtirishni ko'paytirishga yana alohida e'tibor qaratmoqdamiz. Chunki mamlakatimizda 200 million tub daraxt ko'chatlarini ekish uchun avvalambor har bir hududni iqlim sharoitiga mos bo'lgan ko'chatlarni ekish kerak. Shundan kelib chiqib biz aynan ko'chatxonalarda mana shu talab qiladigan hozirgi kunda zarur bo'lgan ko'chatlarni yetishtirishga jiddiy e'tibor qilmoqdamiz va aynan undan tashqari qimmatbaho ko'chat turlari bor. Ularni yetishtirish uchun maxsus 18 ta yangi o'rmon xo'jaliklari ixtisoslashtirilmoqda mana shu ko'chatlarni yetishtirishga. Men o'ylaymanki, mana shu ko'chatlar agar mahalliy iqlim sharoitidan kelib chiqib ekiladigan bo'lsa, joylarda ularning ko'karuvchanlik darajasi, ularning nobud bo'lish holatlari ancha kamayadi. To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Umuman ko'chat ekishdan maqsad muddao avvalo ko'chat katta daraxt bo'lishi kerak va tabiatga har tomonlama foyda berish kerak, to'g'rimi? Ko'chatni ekish bilan ish bitmaydi va aynan
mahalliy iqlim sharoitiga mos bo'lgan ko'chatlargina bizni maqsadimizga muvofiq kelishi mumkin. Keling, Shuhrat, shu o'rinda siz mutaxassis sifatida mana o'simliklar karantini va himoyasi agentligi mutaxassisisiz. Biz aynan ko'chat ekishga e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan jihat bu mahalliy iqlim sharoitiga mos ko'chatlar bo'lsin dedikda. Deylik, xorijdan keltirilayotgan ko'chatlarning yana bir bizga noqulayligi deylik yoki mahalliy ko'chatlarni yanada foydali tomonlarini bir tahlil qilsak, marhamat. Darhaqiqat xorijdan olib kelinadigan ko'chatlar avvalambor o'simliklar karantini himoyasi agentligi chegara maskanlarida inspektorlar tomonidan doimiy nazorat tartibida karantin ko'rigidan o'tkaziladi. Nima uchun? Sabab xorijdan olib kelinadigan har bir ekish materiallari deb aytamiz, ya'ni ko'chatlar, urug'liklar va boshqa qalamcha va piyoz boshlar belgilangan tartibda karantin ko'rigidan o'tkazilmasa, karantin obyektlarini kirib kelish xavfi birmuncha ortadi yoki oddiy ko'z bilan ko'rinmaydigan yashirin holda kirib keladigan virusli zamburug'li kasalliklarimizni kirib kelishi o'sha mahalliy respublikamizda yechitiladigan ko'chatlarda, mevali bog'larda juda katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli biz har bir xorijdan olib kelinadigan, ya'ni import qilinadigan ko'chatlarda karantin ko'rigishlarini amalga oshiramiz. Chegara maskanlarida tashqi iqtisodiy faoliyat inspektorlarimiz tomonidan belgilangan tartibda har bir transport vositasidan namunalar olinadi hamda markaziy fitosanitariya laboratoriyamizda karantin ko'rigishlaridan ekspertizadan o'tkaziladi. Mahsulotlar karantin obyekt aniqlanmasa ekish materiallarida belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasiga olib kirishga ruxsat etiladi. Demak, o'sha xorijdan ko'chatlarni yoki ularning urug'ini olib kirayotgan o'sha fuqarolarimiz aynan bu mutaxassislarimiz bilan bamaslahat, sizlar bilan bamaslahat ish olib borish kerak ekanda. Chunki u biz mahalliy ekotizimni xavf ostiga qo'yishimiz mumkin-da bu harakat orqali. Albatta, biz ko'chatlar O'zbekistonga import bo'lishidan oldin fitosanitar xavf tahlillarini amalga oshiramiz. Ya'ni o'sha xorijiy davlatlarning ko'chatlar yetishtirilgan pitomiklarni, ya'ni ko'chatxonalarini birlamchi fitosanitar xavf tahlilini amalga oshiramiz. O'sha hududda tarqalgan karantin obyektlarini o'rganamiz. O'zbekiston Respublikasiga kirib kelish xavfi nechog'lik hamda kirib kelsa qanday iqtisodiy ta'siri bor, buni o'rganib chiqib, mutaxassislar bilan xulosa qilingan holda import bo'lishga ruxsat etiladi. Agarda O'zbekiston uchun iqtisodiy katta xavf tug'diradigan karantin obyektlar va boshqa zararli organizmlar u hududda tarqalgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasiga kirib kelishiga yo'l qo'yilmaydi va ushbu hududlarda o'sha karantin holati e'lon qilinadi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Mana yuqorida Hoji Murod aka ta'kidlab o'tdilar. Albatta, har yili an'anaviy tarzda 200 million tubdan ortiq ko'chatlar mamlakatimizda ekilyapti va bunda albatta fuqarolarimiz, hamyurtlarimiz ham ancha faol. Endi aynan u ko'chatlarning parvarishi, deylik, bu manzarali daraxtlar bo'lsin, mevali daraxtlar bo'lsin, bu ham o'ta muhimda. Mana bugungi kunda shunday bir tendensiya dunyoda kuzatilyaptiki, ya'ni o'simliklar himoya qilishda biologik kurash choralari qo'llanilmoqda. Umuman bugungi kunda manzarali va mevali daraxtlarni zararli organizmlardan asrash uchun yurtimizda qanday biologik himoya vositalaridan qo'llanilmoqda? Shular haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Akbar aka, biz dunyo hamjamiyatini qaraydigan bo'lsak, aynan hozirgi kunda O'rta Osiyoda O'zbekiston biologik kurash bo'yicha yuqori o'rinda turadi desak, adashmagan bo'lamiz. Respublikamizda hozirgi kunda 639 ta biolaboratoriyalar faoliyat yuritadi. Bular shaxsiy biolaboratoriyalar, tadbirkorlik subyektlari tegishli bo'lgan hamda o'simliklar klinikasi 953 dan tashkil etadi. Bularning maqsadi nima? Bular respublikamizda o'sha yetishtiriladigan o'rmon bo'lsin, manzarali bo'lsin yoki mevali daraxtlarni bo'lsin, kimyoviy vositalardan birmuncha voz kechib, biologik kurashga e'tibor qaratish, ya'ni organik mahsulotlar yetishtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi kimyoviy vositalarni foydalangan har bir yetishtiruvchi albatta inson salomatligi bilan bog'liq yoki tabiat bilan bog'liq, umuman biosinozda o'z ta'sirini ko'rsatmay qo'ymaydi. Biologik vositalar orqali qarshi kurashlarni amalga oshirishimiz mana respublikamizda an'anaviy usulda ko'paytiriladigan oltin ko'z, trixogramma, braken, intanfaklarimiz bor. Hozir boshqa turdagi intanfaklarni ham respublikamizda introduksiya qilish ishlari amalga oshirilyapti. Shu bilan birga o'sha o'rmon, manzarali daraxtlarni zararkunandalardan asrash bo'yicha O'simliklar karantin ilmiy tadqiqot instituti alohida o'rmon va manzara daraxtlar laboratoriyasi faoliyat yuritadi. Unda olimlar hozirgi kunda o'rmon zararkunandalari yoki manzarali daraxt zararkunandalariga qarshi ixcham, ommabop, ilmiy, ya'ni flayerlar ishlab chiqilyapti. Ya'ni mahsulot yetishtiruvchiga, ko'chat ekkan tadbirkorlik subyektimizga, umuman barcha qishloq xo'jaligidan foydalanuvchilar uchun targ'ibot vositasi sifatida qo'llaniladi. Yana samarasini beryaptimi shu? Albatta. Bu endi biz aytishimiz mumkin, biz nechta tadbirkorlik subyektiga qog'oz shaklida tarqata olamiz degan savol ham bo'lishi mumkin o'z o'rnida. Shundan kelib chiqib men bir narsani aytib o'taman. Agentlik tizimida hozir agroko'makchi mobil ilova ishlab chiqilgan. Bu o'sha qishloq xo'jaligi vazirligining elektron dasturlari bilan integratsiya qilingan.
Shu bilan bir qatorda agroko'makchi mobil ilovasida biz inspektorlarimizda chaqiruv tugmasi mavjud. Ya'ni qaysidir o'rmon xo'jaligimizga yoki manzarali o'sha shahar markazlaridagi manzarali daraxtlarga karantin obyektlari yo zarar tushganda agroko'makchi mobil ilovasi bepul ommabop inspektorni chaqiruv tugmasi orqali inspektorni chaqirishi mumkin. Inspektor o'sha darhol yetib kelib o'zining tavsiyalarini beradi. Kerak bo'lsa shahar markazlarida qarshi kurash ishlarini tashkillashtirishga xizmat qiladi. Juda yaxshi, rahmat ma'lumotlar uchun. Hojimurod aka, siz mana mutaxassissiz, umuman o'rmon xo'jaligi har bir daraxtning o'zining xususiyati, tabiati haqida ma'lumotga egasiz. Ba'zan guvohi bo'lamizki, o'sha ma'lum bir ko'chatni daraxt holiga keltirish uchun juda katta mehnat sarf bo'ladi-da. Ba'zan o'sha parvarishiga biz biroz e'tiborli bo'lmay qolamiz. O'sha jihatlariga siz mutaxassis sifatida hamyurtlarimizga qanday tavsiyalarni bergan bo'lardingiz? Mana kuzda ekilgan ko'chat, uni biz qancha hali qurib qolishi yoki unib ketishi hali u darajada oydin emas. Lekin bizni parvarishimiz, muolajamiz bugundan biz bu haqda ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak nazarimda. Joylarda katta mehnat evaziga ko'chat ekiladi, lekin aksariyat hollarda mana yozimiz juda issiq. O'sha paytgacha kelganda u qarovsizlikdan qurib qoladi. Qarovsizlik nimadan iborat? Birinchidan suv manbasi hal qilinmasdan ekiladi. Ko'chat ekishdan oldin biz suv manbasini hal qilishimiz kerak. Shu yerga suv yo nasos qo'yib suv chiqarishimiz kerak, yo bo'lmasa skvajina qilib. Chunki har qanday ko'chatdan faqatgina suvli sharoitda sug'orish imkoniyati bo'lgan yerda o'sadi. Chunki bizda yog'ingarchilik miqdori yildan yilga kamayib bormoqda. Ilgari masalan tog' oldi hududlarda ham ekilgan ko'chatlar suvsiz o'sha atmosferadan tushadigan yog'ingarchilik hisobidan ko'karib ketar edi. Endilikda yog'ingarchilik ham kamayib ketdi. Iqlim o'zgaryapti, to'g'rimi? Iqlim o'zgaryapti. Qurg'oqchilik, albatta global miqyosda iqlim o'zgaryapti. Buni oqibatida yog'ingarchilik kamayib ketib, yer beti qurib ketyapti. Bu esa albatta o'z-o'zidan boshqa sohalarga ham ta'sir qiladi. Masalan, oziq-ovqat xavfsizligiga albatta biz uni sug'orishimiz kerak. Sug'ormasak, birinchi, ikkinchi yil sug'orib, o'sha daraxt ildizi chuqur ketgandan keyin sharoitga moslashgandan keyin sug'orish miqdorini kamaytirishimiz mumkin. Hozir mana birinchi, ikkinchi yil deyapsiz. Bu yerda muhim jihat, mana biz ko'pincha niholni bolaga qiyoslaymiz. Demak, dastlabki ekilgan vaqtda alohida bir e'tibor talab etilar ekanda. Birinchi ekilgandan keyin albatta sug'orish kerak. Ikkinchi navbatda yerlarimiz unumdor, humus miqdori juda kam. Aksariyat hududlarimiz cho'l hududlaridan iborat. Shuning uchun ham albatta o'sha yerga chirigan o'sha go'ng organik o'g'itlarni solishimiz kerak. U yetishmasa mineral o'g'itlarni berishimiz kerak va shu orqali qo'shimcha oziqa manbaini berib turib o'simlikning o'sishiga sharoit qilishimiz kerak. Agar biz shu tadbirlarni amalga oshirmasak, o'simlik juda zaif bo'ladi. Unga o'sib rivojlanishi sust bo'ladi. Suv yetmasa, u oziqa moddalari yetishmasa, albatta bu ko'chat kasallikka tez duchor bo'ladi. Shuning uchun ham biz doim mana shu targ'ibot tashviqot ishlarini olib borganda ham, mana shu televideniyada ham ko'p marta chiqqanimizda birinchi navbatda o'sha sug'orish manbaini hal qilish kerak. Ikkinchidan o'sha oziqa berish kerak mineral mahalliy o'g'itlar bilan. Shundagina biz o'sha ko'zlangan maqsadga erishishimiz mumkin. Men o'zim ko'p joylarda ko'rdim, ayrim hududlarda shu ko'chatni ekib qo'yadi, ekilgandan keyin qarovsiz qoladi. Buni eng yaxshi yo'li o'sha suv chiqarilgandan keyin shu ko'chatni o'sha mahallada bo'lsa, mahalliy aholiga bo'lib berish kerak. Mayli auksion orqali bo'ladimi, yo bo'lmasa o'sha yerda kelishish kerak. Mana shu qator orasida mayli bu mahsulot yetishtirsin, yo beda yetishtirsin, yo boshqa qishloq xo'jaligini. Mana shundagina o'sha yerdan qator orasidan ham foydalaniladi, ham daraxtni ko'chatni o'sishiga sharoit yaratiladi. Ba'zan guvohi bo'lamiz, Hojimurod aka, o'sha deylik suv mo'l bo'lgan hududda ham yoki o'sha cho'llashgan yoki cho'l hududlarda ham ba'zan bir xil turdagi daraxtlarni, ko'chatlarni ekish holatlari uchrab turadi-da. Bunga alohida e'tibor qaratish kerak nazarimda. Endi bilasizmi, imkon darajasida daraxtlarni ko'kalamzorlashtirish uchun ekiladigan bo'lsa, uni aralash har xil turlardan iborat qilib ekish kerak. Uni faqat bitta xil daraxt turidan ekadigan bo'lsa, nega aynan aralash ekish kerak? Bilasizmi, agar bitta daraxt turi bo'ladigan bo'lsa, u kasallikka tez chalinadi. Agar aralash qilib ekilsa, u tashqi muhitga ta'siri kuchli bo'ladi, chidamliligi oshadi. Ayniqsa bu ko'kalamzorlashtirishda endi bog' boshqa tashkil qilish bundan mustasno, u endi alohida kaplajeniyadan barpo qilinadi, lekin ko'kalamzorlashtirish maqsadida ekiladigan bo'lsa, ayniqsa mana yo'llarni bo'yida ko'p qatorli qilib ekishga ahamiyat berish kerak. Eng kami 5 qatorli bo'lishi kerak. Iloji boricha ayrim joylarda agar hudud ekish mumkin bo'lsa, 10 qatorli qilib ekish kerak. Birinchidan ular shahar shovqinidan himoya qiladi. Chunki shahar shovqini kuchli bo'lsa, bu odamni, insonni
umriga ta'sir qiladi, qisqartiradi umrni. Qolaversa, shovqin sharoitda odam ishlash imkoniyati bo'lmay qoladi. Shuning uchun ham ko'p chet davlatlarda, men o'zim mana Koreyalarda bo'ldim. Albatta katta yo'lli bo'ylariga ko'p qatorli, 10 qatorli qilib daraxt ko'chatlarini ekkan, baland bo'yli daraxtlardan. Ular shovqinni 25% ni yuzsa, 75% ni tashqariga bermay qaytaradi. Ana baland bo'yli deyapsiz Hojimurod aka. Demak, qanday biz bugun xalqimizga ana shu tashviqot, targ'ibot ishlari yoki tushuntirishlar olib borilyaptimi? Aynan yo'l bo'ylarida qaysi turdagi daraxtlarni biz ko'proq ekish tavsiya etilyapti? Endi yo'l bo'ylarida ko'proq o'sha gazga chidamli. Mana endi bizda ko'p yillardan beri tajribadan o'tgan o'zi vatani xorijiy bo'lgan davlatlardan keltirilgan, masalan, shumtol daraxti bor, katalpa, mana o'zimizning qayrag'och daraxtlarimiz bor, sadaqayrag'och bor. Mana shularni eksa, ular chidamli. Birinchidan juda yaxshi. Bu bizda bazamiz yetarlimi? Butun respublikani qamrab olishda bu ko'chatlar yetarlimi? Yetarli. Bu o'rmon xo'jaliklari asosan shu o'rmonchilikda ko'kalamzorlashtirish ehtiyojlari uchun ko'chat yetishtiradi. Mana o'tgan yili 30 milliondan ortiq biz ko'chat yetkazib berdik. Undan tashqari bizda yana ko'chatchilik bilan shug'ullanadigan maxsus tashkilotlar bor. Ko'proq ular qimmatbaho ko'chatlarni yetishtirish bilan shug'ullanadi. Mana shularda bor yetarli miqdorda. Biz endi bu bilan qanoatlanmaymiz. Hozir yana ko'chatxonalar maydonini ko'paytirish ustida ish olib bormoqdamiz. Aynan ko'chatlarni qaysi turdagi o'sha ko'p talab qilinadigan, aynan yo'l bo'ylariga, masalan, kvartallarning orasiga, mahallalarga mevali ko'chat eksa bo'ladi. Iqlim hududlariga qarab bo'lish kerak-da. Masalan, kashtan daraxti bor, bu Toshkent, Farg'ona vodiysi, Samarqand viloyatlarida yaxshi o'sadi. Lekin boshqa hududlarda uni nisbatan havo nammi? Qanaqa bu yerda? Masalan, Toshkent vodiy viloyatlarida namlik bor. Cho'l hududlaridan farq qiladi-da. Sho'r hududlar bilan farqlanadi. Ha, cho'l hududlar. Masalan, Buxoro, Navoiy viloyatlarida agar kashtan daraxtini eksak, uni issiq urib ketadi. Barglari shundoq qovjarab qoladi. Qip-qizarib. Mana Toshkent shahrida ham 1-2 marta holatlarda kuzatildi, lekin u nobud bo'lish holatiga kelmaydi. Ko'plari hozir o'sib, mana shu joy hududga moslashdi. Shundan kelib chiqib, men aytyapman, endi joylarga hammaga bu ma'lumotlar yetkazilgan, qaysi hududda qanday ko'chatlarni ekish kerakligini. Mana shunga diqqat e'tibor qaratish kerak. Juda yaxshi ma'lumotlar uchun. Endi Shuhrat, mana biz aynan manzarali daraxtlar haqida gaplashdik. Endi biz bugun e'tibor bersak, xalqimiz yashil makonga o'zini hissasini qo'shishga odatlandi va mutaxassislarning fikridan kelib chiqib, ba'zi hududlarda mevali daraxtlarni ham ekishyapti. Ba'zan endi o'sha ekilgan daraxtlarni parvarishi yoki o'sha siz kabi o'sha o'simliklar karantini xodimlari bilan bamaslahat ish olib borishdan balkim xabardor emasdir. Keling, qanday tavsiyalar bor? Ular ham ko'chatni parvarish qilish qoidalaridan bahramand bo'lishsa, nazarimda foydadan xoli bo'lmaydi. Haqiqatda fursatdan foydalanib aytib o'tmoqchiman. Hurmatli yurtboshimizda 2024-yil 30-dekabrda dala chetlari, kollektor, drenaj atroflaridan samarali foydalanish to'g'risida qarorlar qabul qilindi. 465-sonli qaror ijrosi bo'yicha qariyb mana 2025-yilda respublikamizda 39 ming gektarda mevali daraxtlar ekish topshirig'i belgilangan va ushbu topshiriq ijrosi yuzasidan barcha vazirlik idoralarini o'zlarini majburiyatlaridan kelib chiqib, ularga aniq vazifalar yuklatilgan. Xususan mana hozir respublikamizda ekiladigan ko'chatlarni birgina ekib ketish emas, uni erta vegetatsiya, ya'ni o'suv davri boshlanganda karantin agentligining inspektorlari doimiy dala nazorat ishlarini amalga oshiradi, ya'ni monitoring qilib turiladi. Zararkunanda kasallik va begona o'tlardan, zararli organizmlarni himoya qilish maqsadida ular o'sha yetishtiruvchiga tavsiya beradi. Hattoki o'sha mahsulotlarni, ko'chatlarni ekadigan hududlarimizda agrokimyoviy tuproq tahlillaridan boshlab ularga tavsiya beradi. Mahsuloti yetishtirilib, o'sha eksport jarayonigacha nazorati karantin agentligiga yuklatilgan. Zararli organizmlar haqida ma'lumot beryapmiz. Sodda tilda tushuntirsak, u qanday namoyon bo'ladi? Agar shu biror bir ko'chatda, mevali ko'chatda shu holatni guvohi bo'ldi, shunda mutaxassisga murojaat qilgani, tezkor murojaat qilgani foydali nazarimda, to'g'rimi? Albatta, yuqorida aytib o'tdim, tezkor murojaat qilish uchun agroko'makchi mobil ilovasidan foydalanishimiz kerak. Barcha o'sha qishloq xo'jaligi mahsuloti yetishtiruvchilar, aynan bizning respublikamizda hozir 15 ta laboratoriya, ya'ni fitosanitariya laboratoriyalari faoliyat yuritadi. Shu bilan bir qatorda 14 ta sayyor mobil laboratoriyalarimiz bor. Joyida tezkor, ya'ni tadbirkorlik subyekti bo'ladimi, boshqa fermer bo'ladimi yoki o'sha ko'chat yetishtiruvchi bo'ladimi, kerakli tavsiyalarni beradi.
Xo'p, qanday namoyon bo'ladi o'sha? Buni namoyon bo'lishi mana hozir zararli organizmlarni biz po'stloq ostida qishlab qolganlari bor yoki o'sha kasallangan shox uyquda bo'lgan endi uyg'onadi. mana endi tinim davridan zararkunanda kasalliklar tinim davridan chiqyapti ular diapauzadan. Endilikda vegetatsiya boshlanish, mana 5 gradusdan уже havo issiq bo'lganda asta sekin zararlangan uyg'ona boshlaydi. O'sha o'zlarini namoyon qila boshlaydi. Tuproq ostida yoki po'stloq ostlarida, qurigan shox shabalarda qishlab qolgan zararkunandalar boshqa bir sog'lom o'simlikni zararlanishi kuzatiladi. Buni oldini olish maqsadida biz hozirdan profilaktik agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishimiz kerak. O'sha mevali daraxtlar bo'lsin, ayrim manzarali daraxtlarda ham o'sha shakl berish, shox shabalarni kasallangan butalarni dala chetdan chiqarib tashlash yoki ko'mib tashlash yoki erta bahorda mana moyli preparatlar bilan yoki iso borda suyuqliklar bilan ishlov berish muhim ahamiyat kasb etadi hozirgi kunda. Hozir biz qarshi kurashishlarni amalga oshirsak, mahsulotimiz yozga pishib yetilgan paytda o'sha zararkunandalardan biz 80-90% gacha asragan bo'lamiz. Rahmat ma'lumot uchun. Bir jihatga hozir alohida to'xtaldingiz. Mana biz nafaqat ko'chatni, umuman mevali, manzarali daraxtlar bo'ladimi? Nafaqat uni bir manzarali bo'lsin deymiz, balki daromad manbaiga ham aylanib boryapti-da. Juda katta foydani ko'zlaymiz. Erta bahordan uni hosilligini ko'z tikamiz, to'g'rimi yo'qmi? Qanday tavsiyalar bo'lardi ana shunday bir manzarali daraxtlar, ko'chatlar ekkan bir fuqarolarimiz, hamyurtlarimizga? Demak, bir qaysidir ma'noda uyg'onish davrida daraxtlarni bir orasini aralab, holatini kuzatsa maqsadga muvofiq bo'lardi nazarimda. Albatta, dehqon fermer xo'jaliklarimiz hozirgi kunda bilamiz, respublikamizda 73 ta, ya'ni ko'chat yetishtiradigan pitomiklar bor, ko'chatxonalar. Undan tashqari bu o'sha davlat muhofazasidagi ko'chatxonalar bo'ladigan bo'lsa, undan tashqari tadbirkorlik subyektlarimiz tomonidan mana ustoz aytib o'tdilar, qimmatbaho manzarali ko'chatlar yetishtirilmoqda. Buni o'sha xarid qilishimizda yoki qaysidir hududga olib borib ekishimizda albatta karantin agentligiga murojaat qilishlari, shu bilan birga ekilgan ko'chatlarni doimiy nazorat olib borish maqsadida karantin agentligi inspektorlari tomonidan har doim uzluksiz monitoring ishlari amalga oshiriladi. Karantin agentligi inspektorlari tomonidan, tuman bo'limi inspektorlari tomonidan o'sha mahsulot yetishtiruvchiga berilgan tavsiyalardan yana qo'shimcha bitta narsani aytib o'tishim mumkin. Ya'ni mahsulot yetishtirishda yoki uni ekishda albatta agroko'makchi mobil vositadan foydalangan holda qaysi hududdan men ko'chat olsam bo'ladi, qaysi hududni ko'chatlari fitosanitar toza, qayerda biolaboratoriya bor, kimyo vositalardan ham aytib o'tishim kerak. Respublikamizda mana hozir kimyo vositalarini qo'llash, o'sha agroko'makchi mobil vosita ro'yxatdan o'tgan kimyo vositalar turibdi. Ya'ni u analog emas, karantin agentligi va tegishli vazirlik idoralari tomonidan sinovdan o'tkazilgan, ro'yxatga olingan kimyo vositalar ro'yxati bor. Shu bilan bir qatorda ushbu mahsulotlarimizni erta ekib yetishtirilib, mahsulotlar tayyor bo'lganda uni qaysi davlatlarga eksport qilishimiz, qanday tartibda eksport qilishimiz yoki xorijiy davlatlarning fitosanitar talablari haqida ham ma'lumot olishlari mumkin. Hozir bilamiz, ijtimoiy tarmoq yoki mobil dasturlar juda ko'payib ketdi. Bizning mobil dasturimiz bepul, barcha ommabop, barcha qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar bundan foydalanish imkoniyatiga ega. Demak, har bir ishda agar loqayd bo'lmasak, birozgina o'sha ma'lumotlarni tikkilab, qaysi mutaxassisga murojaat qilamiz deb agar ma'lumotlarni o'rganib chiqsak, o'zimiz uchun juda foydali bo'lar ekan. Hojimurod aka, keling endi mana yangi bahorgi ko'chat ekish mavsumi oldida turibmiz. Bu yil ham juda katta maqsadlar nazarda tutilgan, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan ilgari surilgan Yashil makon umummilliy loyihasi yana bir yangi bosqichda davom etadi. Bizda zaxiralar mavjudmi? Qanday turdagi ko'chatlarni ekkani yaxshi? Aholimizga tavsiyalar qanday, marhamat? Joriy yilning 11-martida 145F farmon qabul qilindi prezidentimiz imzosi bilan. Ushbu qaror bilan respublika bo'yicha 200 million tub daraxt ko'chatlarini ekish kerak. Aynan shu yilgi bahorgi mavsumda 125 million tub ko'chat ekish kerak. Qarorda hammasi dasturlar, manzilli dasturlar belgilangan. Shu asosda viloyat hokimliklari tomonidan aynan ekiladigan hudud adresi ko'rsatilib, manzilli dastur shakllantirildi va joylarda mana ob-havo juda qulay ko'chat ekishga mo'tadil. Joylarda hozir qizg'in ko'chat ekish ishlari boshlanib ketdi. Undan tashqari mana shu qaror bilan qaysi viloyatda qanday ko'chat turlari ekilishi kerak, shular ham ko'rsatib o'tilgan. Undan tashqari joylarda bizning mutaxassislarimiz bor, o'rmon xo'jaliklari bor. Hammaligisi mana shu ko'chat ekishda faol mahalla fuqarolar yig'inlari bilan birgalikda faol ishtirok etishmoqda. Endi bu yerda asosiy e'tibor shu ko'chat ekishda agrotexnik qoidalarga
qat'iy amal qilish to'g'risida aytilgan. Bu yerda masalan ignabarli daraxt oladigan bo'lsak, u albatta tuproq zamini bilan ekilishi kerak. Rus tilida ko'mi bilan deydi. Agar shu tuproq zamini bilan ekilmaydigan bo'lsa, u qurib qoladi. Ayrim hollarda ko'ramiz, mana shu tuproq zaminsiz ekish holatlari bo'ladi, bu qurib qoladi. Buning sababi uni ildizda mayda oq tolachalar bor, zamburug'lar. Ildiz mana shu orqali oziqlanadi. Uni mikoriza deyiladi. Shuning uchun ham biz doim bo'lmasligi kerak, to'g'rimi? Ha, o'lmasligi kerak. Agar bo'linsa ko'm daraxt qurib qoladi. Bunday holat juda ko'p kuzatilgan. Ayniqsa mana shu Qirim qarag'ayi, Virgin archasi kabi ko'chatlarni ekkanda e'tibor qaratish kerak. Ikkinchidan, boya yuqorida ta'kidlab o'tdim, har bir hududni tuproq iqlim sharoitidan kelib chiqqan holda ko'chatlarni rayonlashtirib, masalan, Surxondaryo viloyatida o'sadigan ko'chat Qoraqalpoq, Buxoroda o'smaydi. Yoki o'ssa ham juda talabga javob bermaydigan, bizga yaxshi natija ko'rsatmaydi. Mana ko'p holatlarda men uchratdim. Eldar qarag'ayi ko'chati bor. Bu o'sha asosan o'stiriladi Surxondaryo viloyatida, Qashqadaryo viloyatida. Mana shu ko'chatlarni Qoraqalpoq yoki Buxoro viloyatlariga ham olib borib ekish holatlari bo'ladi. Ular aksariyat hollarda sovuqqa chidamasdan sovurib ketadi ularni ko'p hollarda. Hatto Toshkent viloyatida ham ayrim yillari sovuq bo'lganda sovurish holatlari bo'ladi. Shuning uchun ham viloyatlar kesimida qaysi hududda qanday ko'chat ekish hammasi tavsiyalarnomalar joylarga yetkazilgan. Mana shundan kelib chiqib biz ko'chat ekish tashkil qilishimiz kerak. Mana endi mana shu qabul qilingan yangi farmonimizda ko'chat ekish ko'kalamzorlashtirish darajasini respublikanikini 14.1% ga yetkazish kerak. Endi shu yashil makon loyihasi qabul qilingan davrda 2021-yil noyabr oyida 8% tashkil etardi bizda aholi yashash hududlarini ko'kalamzorlashtirish darajasi. Hozirgi kunda 12%, o'tgan yil 12% tashkil etdi. Mana shuni hozir ko'chat ekishni yana davom ettirib, shuni 14.1% ga yetkazish maqsad qilib olingan. Endi bu yerda yana 257 ta respublika bo'yicha meni bog'im tashkil etilishi kerak. Bu kamida yarim gektardan 1 gektargacha bo'lishi kerak. Undan yuqori bo'lsa bo'ladi, lekin kam bo'lishi kerak emas. Mana shu ishlarni tashkil qilish orqali biz mamlakatimizning yashil hududlar maydonini ko'paytirishga erishishimiz kerak. Juda yaxshi. Darhaqiqat biz 200 milliondan ortiq o'sha daraxt ko'chatlarini ekishni maqsad qilganmiz. To'g'ri, uni barchasini saqlab qolishning imkoni yo'q, lekin albatta kuch yetgancha imkon qadar ko'prog'ini saqlab qolsak, biz o'zimiz oldimizga qo'ygan maqsadni ancha erta uddasidan chiqqan bo'lamiz. Endi bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Shuhrat, mana biz bilamizki, o'rmon xo'jaligi albatta bu yashil makon umumiy loyihasining tarkibidagi bir agentlik hisoblanadi. Keling, o'simliklar karantini va himoyasi agentligi ham yashil makon umumiy loyihasi doirasida o'z hissasini qo'shyaptimi? Ya'ni ko'chat ekish mavsumida bu jarayonlarda ham faolmi? Albatta, shu o'rinda aytib o'tishim lozimki, ayniqsa mana Toshkent shahrida ko'chatlarni ekish uchun tashabbuskorlar chiqadi. Men ko'chat ekmoqchiman mahallamda yo ko'p qavatli uylar atrofida degan. Ko'chatni qayerdan olaman degan savol bilan murojaat qilishadi. Hozirgi kunda biz Toshkent shahar o'simlik karantin himoyasi boshqarmamiz tomonidan Toshkent shaharni 5 ta nuqtasida ko'chatxona yarmarkalarini tashkil qilganmiz. Barcha turdagi ko'chatlar mavjud. Bemalol aholimiz borib ko'chatlar ekish imkoniyatiga ega. Shu bilan birga agentlik rahbariyatiga hukumatimiz tomonidan shunday topshiriq berilgan edi. Ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasining Xo'jayli tumanida sabzavot mahsulotlarini yetishtirish, ko'chatlarni yetkazib berish hamda ekish ishlarini tashkillashtirish bo'yicha hozir 100 ming tub agentlik o'zi bosh qosh bo'lib, agentlik rahbariyati boshchiligidagi ishchi guruhimiz hozir Xo'jayli tumanida bo'lib turibdi va ushbu ko'chatlarni ektirish jarayonlarini amalga oshiryapti. Juda yaxshi. Ma'lumotlar uchun albatta bu yashil makon umummilliy loyihasi bu barchaniki, ma'lum bir vazirlik yoki tashkilotniki emas, lekin ushbu jarayonda korxona, tashkilotlar, idoralar, vazirliklar o'z faolligini ko'rsatsa, biz aynan o'sha o'zimiz belgilagan maqsadni tezroq hamkorlikda uddalagan bo'lamiz. Muhtaram ishtirokchilar, tashrifingiz va bildirilgan fikr mulohazalar uchun o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, bu studiya 24 dasturi edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.